farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalanishligida do'stlarning roli juda katta. Tan olaylik, siz bilan biz farzandimiz bilan qancha bir kunda gaplashamiz? Qancha 24 soatdan qancha bo'lamiz? U do'stlari bilan birga yuradigan insonlar bilan qancha bo'ladi? Albatta uni ta'siri ko'proq bo'ladi. Kim bilan ko'proq vaqt o'tkazsa, uni ta'siri ko'proq bo'ladi. Aksariyatimiz nafaqa ro'zg'or deymiz, tirikchilik deymiz. Ba'zi vaqtda bir necha kunlab bolalarimizni ko'rmaymiz. Uni tarbiyasi bilan shug'ullanishga ham vaqtimiz yo'q. O'qishdan xabar ola olmaymiz ko'pchiligimiz. Ana shu vaqtda biz siz bilan farzandimizni yo'qotib qo'ygan bo'lamiz. Ota-ona bunaqa bo'lmaydi. Tarbiyasiga shug'ullanishlik bilan birgalikda uning yonida yurgan do'stlari ham kimligini doim nazorat qilishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Kishi do'stining dinida bo'ladi dedilar. Do'stingiz kim? Do'stingiz qanaqa? Tabiati qanaqa? Dini qanaqa? Xulqi qanaqa? Siz ham o'sha bilan bir xilsiz dedi. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Shunday ekan, kim bilan do'st bo'layotganingizga qarang dedilar. Imom Abu Dovud rivoyat. Do'stingiz kim? Do'stingizni kimligini aytsangiz, men sizni qanaqaligingizni aytib beraman deb bekorga aytilmaydi. Ana bu hadis shariflardan aytilgan. Kishi do'stining dinida bo'ladi.